Tuning House Andijonda hali bunaqa katta Ramazon aksiyasi bo'lmagan. Ko'rib turgan sedan mashinalarga polirovka keramikani Ramazon oyi ichi atiga $150 qilib qo'yganmiz. Plus mashinamizga kapot krila faralaridagi broni plonkasi oldinda $400-450 bo'lgan. Ramazon oyi uchun $250 dan qilib qo'yganmiz. Sedan mashinalarga to'liq holatda tushunishni istamiz. Atiga $300 faqatgina Ramazon oyi uchun kelib foydalanib qolsanglar bo'ladi. Mashinamizga kurgovoy tonirovka yozgi kunlari kelyapti. $100 tortilgan. Ramazon oyi uchun buni ham 50% skidkada $50 qilib qo'yganmiz. Mashinamizni himskilarni bilasizlar. Oldinda to'liq holatda $100 bo'lardi. Ramazon oyi uchun bemalol kelib 50% chegirmada $50 ga qildirib ketsanglar bo'ladi. Tuning House Andijonda qolgan hamma xizmatlariga 30% chegirmani e'lon qilganmiz. Bu chegirmadan foydalanish sharti faqatgina bir dona Tuning House Andijon profiliga obuna bo'lib, kommentariyaga ikkita do'stingizni belgilab ketishingiz chiqmasin.